Bid'atlarni bilishning zarurligi. Bismillah, alhamdulillah, salatu vassalam ala rasulillah. Assalamu alaykum wa rahmatullohi wa barakatuh. Tuvanda dehqonlarga Şeyh Salim el-Hilali hafizahullah'ның bid'at ve onun ummetki sağan ziyanları risalesinden 6. bab bid'atlarni bilishning zarurligi temasini o'qiymiz inshaalloh. Bid'atlarni bilishning zarurligi. Birinchi, Rasululloh sallallohu alayhi ve sellem'ning har qandaq bid'at azg'unlikdir ve her qandaq azg'unlik davzaxtidir degan hadisdan dinda paydo qilingan bid'atlardan qachish uchun ularni bilish kerakligi ma'lum bo'ladi. Xuddi shoirning tuvandagi hikmatlik so'zlarida bayon qilinganidek, yomonlikni tonudim qilish uchun emas, saqlanish uchun. Yaxshilikni yomonlikdan ayriolmasang, yomonlikqa tusharsan dum. Bu jihatdagi asosiy prinsip sunnatda ochiq bildirilgan. Hudayfa ibn Yaman radiyallohu anhu shunday dedi. İnsanlar Rasululloh sallallohu alayhi ve sellem'den yaxshilik to'g'risida savol so'raydi. Men bo'lsam sodir qilishdan qo'rqib yomonlik to'g'risida so'raydim. Buxoriy 35-13, Muslim, Navaviy 236-12. Ikkinchi, Allohga ibodat qilganda faqat sunnatni bilish kifoya qilmaydi. Buning bilan bir vaqtda shariatga zid bo'lgan bid'atlarni ham bilish kerak bo'ladi. Yana shuningdek, iymon jihatimi shirkni bilmay turib tavhid komil bo'lmaydi. Ulug' Alloh subhanahu va taolo tuvandagi oyatda bu katta haqiqatga ishorat qilgan. Tarjimanisi: shunga kim azg'unni inkor qilib Allohga iymon etsa, sunmas mahkam tutqini tutgan bo'ladi. Alloh hammani anglag'uchi, hammani bilguchidir. Sura Baqara 256-oyat. Payg'ambarlarning avatilishidagi muddaomu dal mushudur. Alloh subhanahu va taolo shunday degan. Tarjimanisi: biz haqiqatan har bir ummatga Allohga ibodat qilib tağutdan yiroq bo'linglar deb payg'ambar avatdiq. Sura Nahl 36-oyat. Shuning bilan birga bu mu'minlar o'z hayotida amillashtirgan bir xususdir. Alloh subhanahu va taolo bu vaqtda shunday degan. Tarjimanisi: tağutdan yiroq bo'lib Allohga qaytganlarga jannat bilan xo'sh xabar beriladi. So'zga quloq silib uning eng yaxshisiga ergishadiganlarga, ya'ni taqvodor bandilarimga xo'sh xabar bergin. Ana shular Alloh hidoyat qilgan kishilardir. Ana shular sog'lom aql egalaridir. Sura Zumar 17-oyat. Rasululloh sallallohu alayhi ve sellem tuvandagi so'z orqali bu xususni texmo ta'kidlagan. La ilaha illalloh degan va Allohdan boshqa ibodat qilinuvchilarni inkor qilgan kishining meli va qini harom bo'ladi. Uning hisobi Allohga oiddir. Muslim, Navaviy 212-1. Allah ve Rasuli nuqul halda tavhidni ta'kidlabla bo'ldi qilmasdan, buningga tavhidning sirtida qolgan barliq e'tiqodlarni inkor qilishni qo'shgan. Bu shirk va kufrni, ya'ni ularning nima ekanligini bilishni taqozo qiladi. Aksicha bo'lganda inson o'zini tuymagan holda shirkka yoki kufrga tushib qolishi mumkin. Allah subhanahu va taolo bu vaqtda shunday degan.
Tercümesi ularning ko'pinchisi Allohga shirik keltirib turib iymon etdi. Sura Yusuf 106-oyat. Yuqorqilar sunnat va uning zidi bo'lgan bid'at haqidami kuchga egidir. Bu İrbad ibn Sariye radiyallahu anhu tarafidan rivoyat qilingan Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning sahobalariga qilgan vasiyatida aniq ifodalangan. Mening va hidoyat qilingan Rashid xalifalarning sunnatiga chin esininglar. Uni iziq tishinglar bilan mahkam tishlanglar. Keyin paydo qilingan bid'atlardan saqlaninglar. Haqiqatan her bir bid'at ozg'unlikdir. Bu hadisning tahriji ilgirki bablarda ko'rsatilgandi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam sahabalarini sunnatga yepishishga va bid'atlardan saqlanishga buyurgan. Shundaqla bu reallikdimi ko'zimizga ko'rinib turgan bir xususdir. Har qanday bir narsa o'zining zidi bilan texmi yaxshi tonildi. İbn Qutayba rahimahulloh shundaq degan. Hikmat va qudrat bir narsaning zidi bilan birlikda yaratilishi orqali mukammal bo'ladi. Bular ya'ni o'zaro zid bo'lgan narsalarning har biri yana biri bilan toniladi. Masalan, yorug'lik qorong'ulik bilan, ilm nodonlik bilan, yaxshilik yomonlik bilan, foyda ziyon bilan, tatliq ochiq bilan toniladi. Bu xil ahvolni la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh degan tavhid kalimasidami ochiq ko'rilishga bo'ladi. Mazkur tavhid kalimasining birinchi bo'limi rad qilish va qabul qilishdan tarkib topgan. Allah subhanahu va taoladan boshqa jami shay'ining ular ibodatga loyiq bo'lmaganligi sabablik ilohligi inkor qilindi va shuning bilan bir vaqtda faqat Allohningla ilohligi muayyanlashtirildi. Yegana birdan bir haqiqiy iloh Allah subhanahu va taoladir. Tavhid kalimasining ikkinchi jumlasi bo'lsa Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan boshqasiga agishish rad qilinish bilan bir vaqtda Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga agishish kerakligi muayyanlashtirilmoqda. Haqiqiy ma'noda agishishga loyiq birdan bir inson Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdir. Shu vajdan tavhid kalimasining birinchi jumlasining ma'nosi Allohdan boshqa ibodatga loyiq haqiqiy ma'bud yo'q deganlik bo'ladi. İkinci cümlesinin ma'nosi bo'lsa Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan boshqa haqiqiy ma'noda erishilishga loyiq hech kim yo'qdir deganlik bo'ladi. Yahya ibn Muaz ar-Rozi shundaq degan. Barliq insonlarning ixtilofi bir-birining zidi bo'lgan mundaq 3 asosga qaytidi. Bularning birisidan qutulganlar shuning zidiga tutiladi. Tavhid va uning zidi shirk. Sunnat va uning zidi bid'at. İtaat va uning zidi gunoh. Al-I'tisam 91-1. 3. Bu sababdan da'vatchilarning zimmasiga tushgan vazifa musulmonlarni shirk va bid'atlardan ogohlantirib, tavhidga va sunnatga yepishishga undashdir. Allohga da'vat qilish vazifasi mushu asos ustida elib berilish kerak. Allah subhanahu va taolo bu vaqtda shundaq degan. Tarjimanisi sizlarning oranglarda xayrlik ishlarga da'vat qiladigan, yaxshi ishlarga buyurib, yomon ishlardan to'sadigan bir jamoat bo'lsin. Ana shular maqsadiga erishuvchilardir.
Sura Ali İmron 104-oyat. Tavhidga va sunnatga da'vat qilish, yaxshilikqa buyurishni, shirk va bid'atlardan ogohlantirish bo'lsa, munkar barliq yomonliklardan to'sishni ko'rsatadi. Muhammad ummati ana shu yaxshilikqa buyurib, yomonlikdan to'sish orqali insonlar uchun o'ttirg'i chiqarilgan eng yaxshi ummatlik sifatiga erishgan. Allah subhanahu va taala bu vaqtda shunday deydi. Tarjimanisi: Ey Muhammad ummati, sizlar insonlar manfaati uchun o'ttirg'i chiqarilgan, yaxshilikqa buyurib, yomonlikdan to'sadigan, Allohga iymon etadigan eng yaxshi ummat sizlar. Sura Ali İmron 110-oyat. İmam Abu Shama al-Maqdisi rahimahulloh shunday degan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam sahobalari va shuningdan keyin kelganlar o'z zamonisidagi kishilarni bid'atlardan va keyin paydo qilingan ishlardan ogohlantirib, barliq salbiy narsalardan qutulishning retsepti bo'lgan sunnatga ergashishga buyurgan. Alloh azza va jallaning kitobida tark etishga bo'lmaydigan bir xusus haqidami sunnatga ergashishga buyurilgan. Tarjimanisi: aytqinki, agar sizlar Allohni yaxshi ko'rsanglar, menga ergashinglarki, Alloh sizlarni yaxshi ko'rdi va gunohinglarni mag'firat qiladi. Sura Ali İmron 31-oyat. Bu mening to'g'ri yo'limdir. Shu yo'lda meninglar, boshqa yo'llarda mangmanglar. Ular sizlarni Allohning yo'lidan ayirib etadi. Alloh taolaning amrini tutib, do'zaxdan saqlanishinglar uchun Alloh sizlarga bu ishlarni tavsiya qiladi. Sura An'am 153-oyat. Tabiinlarning kattasi, mufassirlarning imomi bo'lgan Abu Hajjaj ibn Jabir Makki boshqa yo'llarda mangmanglar degan oyat to'g'risida bu bid'atlar va shubhilardir degan. Darimi 68-1, Bayhaqi Al-Madhal 2-bet. İz ibn Abdussalam rahimahulloh shunday degan. Musulmonlarning ishlariga ega bo'lgan, bid'atlarni yo'qotish va sunnatlarni himoya qilishga kuch chiqarganlar nima degan baxtli-a? Musajala ilmiya 10-bet. Nehiyatul mubtaddin demu shunday deyilgan. Azdurg'ichi bid'atlarni inkor qilish va bularni mat qilish uchun dalil keltirish, ashu bid'atlarni to'g'ri ko'rganlar qabul qilsin yoki rad qilsin vojibdir. Ibn Muqlih Al-Adabush Shar'iyya 210-1 da naql qilingan. İmam Marvazi shunday degan. Abu Abdullah'dan, yani imamımız Ahmed ibn Hanbal'dan bid'at ahli haqida sukut tuturib, namoz va ro'za bilan mashg'ul bo'lgan kishiga qanday qaraylar deb so'radim. U ro'za tutsa, namoz o'qisa va insonlardan yiroq tursa, bu o'z uchun qilingan amal emasmi? Dedi. Albatta shunday dedim. U bid'atlar to'g'risida gap qilishi, ya'ni bid'atlarga raddiya berishi ham o'zi ham boshqalar uchun qilingan yaxshilikdir. Shunga bu texmi afzaldir dedi. Tabaqatul Hanabila 216-2. Davrimizdagi islomiy jamoatlarning ko'pinchisining bu ahvolga sal qarishi kishini echindirdi. Bunun sebebi hatta olimlarni sadir qilib qelishi mumkin bo'lgan va soni to'limi ko'p bo'lgan bid'atchilik sabablari va bid'atchi duch keladigan nachar oqibatlar to'g'risidagi bilimlarning yetersizligidandir. Alhamdulillah, yuqorida
Şeyh Salim el-Hilali Hafizahullah'ның bid'at ve onun ümmetki sağan ziyanları risalesinden 6. bab bid'atlarni bilishning zarurligi temasini aldinglar. Kelar qitimda bid'atchilikning sabablari temasini o'qiymiz inshaalloh. Va sallallohu ala Muhammad va ala alihi va sahbihi va sallam. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.